Tepadigan uyimda 3-4 ta turmasa iloji yo'q edi. Og'zimdan nafas olganimga ertalab tomog'im og'rib turardi. Men Farhod doktor Instagramdan ko'rib, ixlos bilan keldim. Operatsiya qildirgan. Operatsiyadan oldin nafas olishlarim juda qiyin edi. Tepadigan dorisiz men yura olmasdim. Kechqurun og'zimdan nafas olganimga ertalab tomog'im og'rib turardi. Nafas olishim qiyinligidan boshimda og'riq bo'lardi. Havo yaxshi yetishmasligi hisobiga ham bir vaqt o'zida ham kitob o'qib, ham nafas olish menga qiyin bo'lardi og'zimdan. Ovqatlanganimda ham nafas olib, ham ovqatlanish juda qiyin bo'lardi. Hozir Xudoga shukr operatsiyadan yaxshi o'tdim. Nihoyatda hammalar muomalalari yaxshi, qo'llari yengil. U Namangandan kelganimdan mendan roziman. Mana ikkinchi marta yana keldim. Alloh o'zi yo'limni oson qilib ochib, shu Farhod doktori Instagramdan ko'rganimdan rosa xursandman. Allohga shukr. Nafas olishlarim rosa ham ravon, yaxshi bo'lib qoldi. Men shu qizimga homiladorlik vaqtimda nafas olish ikki kishilik nafas olish kerak bo'lganda, umuman nafassiz uxlamasdim. O'tirib nafas olib, sepadiganlar bilan yashaganman. Sepadigan uyimda 3-4 ta turmasa iloji yo'q edi. O'tirgan holda uxlardim kechqurun ham. Siz va yaqinlaringizda burunda quloqda muammo bo'lsa, bizga murojaat qiling, inshaalloh sizlarga ham yordam beramiz.